Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Ablaqulova. Assalomu alaykum. Ko'p kvartirali turar joy majmualarini qurishda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra 2026-yil 1-martdan 2028-yil 1-martga qadar eksperiment tariqasida belgilangan yer uchastkalarida ko'p kvartirali uylarni kompleks qurilish mexanizmlari asosida qurishni nazarda tutuvchi tartibga solish qumdoni maxsus huquqiy rejimi joriy etiladi. Shuningdek, Toshkent shahrida yashil hududlarni kengaytirish, har bir tumanda bittadan eko-bog' barpo etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Farmonga ko'ra, ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash takomillashtiriladi. Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi doirasida ko'p kvartirali uylardagi xonadonlarni sotib olish uchun subsidiya ajratiladigan fuqarolarning ijtimoiy mezonlarga muvofiqligini baholash jarayoni subsidiya.idm.uz dasturiy ta'minot tizimi orqali avtomatlashtirilgan holda inson omilisiz amalga oshiriladi. 2026-yil 1-apreldan byudjet resurslari hisobidan ipoteka kreditlari rasmiy daromad oladigan fuqarolar, shuningdek joriy yilda oxirgi 1 yillik, 2027-yilda oxirgi 2 yillik va 2028-yildan boshlab oxirgi 3 yillik davr ichida ixtiyoriy ravishda ijtimoiy soliqni to'liq to'lagan, o'zini o'zi band qilgan shaxslarga ajratiladi. Ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, erta turmush qurish holatlarining oldi olinadi hamda moliyaviy mustaqillikka erishgan va oila qurishga har tomonlama tayyor bo'lgan yoshlar o'rtasida nikoh tuzish rag'batlantiriladi. 2027-yildan har ikkala taraf kamida 21 yoshga to'lganda bir marotaba nikoh tuzgan yosh oilalar uchun davlat tomonidan qo'shimcha imtiyoz va boshqa shakldagi qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etiladi. Ushbu oilalar ijtimoiy reyestrga kiritilganda oilalar a'zolariga taqdim etiladigan moliyaviy ko'maklar, subsidiya, sud, grantlar qonunchilikda belgilangan miqdorlardan 1,5 baravarga oshirilgan holda beriladi. Nikoh shartnomasini tuzgan nikohlanuvchilar nikohni qayd etish uchun belgilangan davlat bojidan ozod etiladi. Farmonga ko'ra, homilador talaba qizlarga yoki 3 yoshgacha bo'lgan farzand tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi talabalarga oliy ta'lim olish uchun ikkinchi imkoniyat yaratish maqsadida 2026-2027 o'quv yilidan kursdan kursga qolgan yoxud talabalar safidan chiqarilgan shaxslarga istisno tariqasida fanlar farqini qayta o'zlashtirish sharti bilan ta'limni davom ettirish imkoni yaratiladi. Shuningdek, 2026-yil 1-apreldan himoya orderi berilgan jabrlanuvchi xotin-qizlarning aloqa vositalariga ijtimoiy himoya milliy agentligining tazyiq va zo'ravonlik holatlari to'g'risida zudlik bilan xabar berish imkonini beruvchi so'z chaqiruv may.ixma.uz mobil ilovasi ularning roziligi bilan o'rnatiladi. Jinoyat kodeksining 118 va 119 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan sodir etganlik uchun sudlangan shaxslar manzil koloniyalariga o'tkazilmaydigan mahkumlar toifasiga kiritiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasini 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kelgusi yillar uchun mo'ljallangan dasturlarni tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, 2026-yil yakuniga qadar yalpi hududiy mahsulot hajmini 8,1%, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 8% ga oshirish, ishsizlik darajasini 4,2% gacha, kambag'allik darajasini 3,2% gacha pasaytirish, Nukus shahri, Qo'ng'irot va Chimboy tumanlari hamda 109 ta mahallani ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish. Shuningdek, Qoraqalpog'istonning ayrim hududlari aholisiga bog'cha puli kamaytirib beriladi. 2026-yil 1-apreldan ma'muriy boshqaruv jihatdan Nukus shahri tarkibiga kiruvchi Qaratov va Bestobe mahalla fuqarolar yig'inlari aholisiga davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola ta'minoti uchun ota-onalar to'loviga 50% kamaytiruvchi koeffitsiyentlar qo'llaniladi.
Sanoat korxonalarining atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish harakatlarini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qaroriga ko'ra, sanoat korxonalarining atrof tabiiy muhitga ta'sirini kamaytirish harakatlari quyidagi tartibda rag'batlantiriladi. Birinchi bosqichda atmosfera havosi ifloslanishi fon monitoringi stansiyasini o'rnatgan sanoat korxonasiga, tabiatga zarar yetkazish bo'yicha kompensatsiya to'lovlaridan shakllangan qarzdorlikdan voz kechiladi. Tabiatga zarar yetkazish bo'yicha respublika byudjetiga yo'naltiriladigan kompensatsiya to'lovlarining 50% 2 yil davomida qaytariladi. Yoshlar va pedagog xodimlarning xorijda ta'lim olishlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori bilan top 300 talikka kirgan universitetlarda o'qish istagidagi 30 yoshdan oshmagan, shu jumladan 30 yoshda bo'lgan yoshlar va pedagoglarga ta'lim krediti beriladi. Talabgorlar O'zbekiston fuqarolari bo'lishi kerak. Ta'lim krediti ularning bakalavriat hamda magistratura dasturlarida ta'lim olishlari uchun ajratiladi. Kredit bir o'quv yili uchun 20 ming AQSh dollarigacha miqdordagi ekvivalentda milliy valyutada ajratiladi. Kreditning asosiy qarzi talabaning rasmiy o'qish muddati tugagandan so'ng 7 oydan boshlab 7 yil davomida qaytariladi. Kredit oluvchi bankka murojaat qilishda quyidagi hujjatlarni taqdim etadi: ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi, taklifnoma xat birinchi kurslar uchun, akademik o'zlashtirish natijalari ikkinchi kursdan boshlab, to'lov kontrakt asosida o'qish bo'yicha shartnoma hamda oliy ta'lim tashkilotining bank rekvizitlari ko'rsatilgan invoice, birgalikda qarz oluvchilarning so'nggi 12 oylik daromadlari yuzasidan ma'lumot, mehnat daftarchasidan ko'chirma 30 yoshdan oshgan pedagoglar uchun. Ta'lim krediti stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasi miqdorida belgilanadi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.